Üçbağçalık haqida qissada Sav Liu Bei Sun Quanlar shunda qudratli turib oxirida nima ish hech qaysi jonni birlik keltira olmaydi. Hech qaysi qahramon otlanmaydi. Qissa haqida bayon. Sav Mungda shimolni birlik keltirib, Yuanshaoni yo'qotib, jahondagi eng qudratli qo'shiniga bo'ldi. Biroq Chibi urushida dahshatlik mag'lub bo'lib qaytdi. Hatto buningdan keyin Jingju Jangdongga hujum qilish emas, olib qarash ham petlanmaydi. Ular jonni birlik keltira olmay hasrat bilan olamni yutdi. Liu Xuanda Jingju Yiju qatorliqlarni ilib 62 yoshda nayt mushaqqatli holatda Xaqon otildi, 63 yoshida olamdan o'tdi. Bu mu jonni birlik keltira olmaydi, qahramon otilmaydi. Suncan, bu Suncan bo'lsa o'zining dadisi aksining qontar badlik kelgan, shu Jangdongdagi hokimiyat shu martabaga ega bo'ldi, faqat varis bo'ldi xolos. Bu varis huquqni olgandan keyinmi bir kengayminchilik qilib Sav Liu Beilardek to'xtamay bunday jang qilmadi. Faqat asosliq mudofaa oltida o'zining shu eglikni qo'g'dab qolish oltida o'tdi. Bu mu qahramon otlanmaydi, jonni birlik keltira olmaydi. Undaqda bularning nimishqi jonni birlik keltirmaganining sababi qarab baqayli. Savdan boshlaylik, Sav qarsak, Savning qo'lida harbiy mushavir Junshi bormi? Bor. Shunami? Goja, Shunyu qatorliqlar. Bu nayt nurg'un 300 dan ko'p mushavir bor, buning danishmanlar bor. Goja, Gofingshao bu o'zini jonni danishmanlarcha men birinchi desa hech kim, men ikkinchi deyolmaydim. Shunami? Biroq buni umr qisqa qilib baldur vafot bo'ldi. Bu o'lib ketdi, keyingilla Kongming tog'dan chiqdi. Shunami? Endi bu yerdagi Sav Chibi urushida mag'lub bo'lgan vaqtda hasrat yig'lab turib, Goja hayot bo'lgan bo'lsa bu jangda mag'lub bo'lmasdim dedi. Ajbar rasul shunaqmi? Unda emas, Goja emas, 10 Goja bo'lgan bo'lsin bu jangda yenilib mag'lub bo'ladi. Yenil jonni birlik keltira olmaydi. Nimish bunday deymiz? Chunki Savning hokimiyat piramidasida bir putkam. Savning mushavirlari bormi, boya deb bo'ldi, chiqib bo'ldi. Shunami? Endi buning Chongshansi davlat boshqaruvchisi bormi? Shunyu bor, shunami? Har qatimliq jangga kirdi, shunyu qilib qoldi. Bu davlat ishlarini nayt yaxshi bir taraf qildi. Nayt yaxshi o'rinlashtira oladi. Nayt yaxshi boshqara oladi. Endi bu yerda Savning harbiy qo'mondoni bormi? Shuju, Jangliao Janghe, Savran, Shagudun, bularning hammasi donliq sarkardilar. Sanğullar, lekin hech qaysi o'zi qo'shin boshlab chiqib harbiy qo'mondonlik qila oladigan harbiy qo'mondon emas. Savning qo'shinda faqat bir odam bor harbiy qo'mondon bo'la oladigan. U kim o? Sav dal o'zi. Shunga har bir qatimliq jangda Sav o'zi qo'shin boshlab chiqib mushavir sarkarlarni ep berib o'zi jang qildi. Şuna üzüləm hem bu yerda hokimiyat beşi hem başka qo'mondon bo'lib qolganligi uchun o'zi bu Chibi urushida jonni birlik keltirishga butun jang urushga bek oldirib ketib, bek ko'ranglab ketib, shuning bilan bu yerda Kongming Joyular buning bir simash ko'ranligi, ikkinchi gumonxo'rlikdan foydalanib, har xil taktika, rangvozlikni ishlatib Savni qattiq mag'lub qildi. Navada bu yerda Savning bir qo'mondoni, ya'ni o'zi hokimiyatda o'ltiril versa, bir qo'mondon san berib Chibi urushida u tutib keldi deb avatgan bo'lsa, anondikin g'alaba qila oladi. Biroq buning bunday adam yo'q. Keyin lekin bu bayqidi. Bir odamning shunda qo'mondonlik qilishga buldiganligini, ishlatish buldiganligini bildi, lekin ishlatish betnamadi. Bu odam kim u? Simayi. Şunun bilan bu Simayini o'ltirishga mu chidamadi, ep qo'yib mu chidamadi. Shunda oxirida savib yig'inim dedi, o'lib turgan vaqtda Sirin Qiyong qish yiding yow fang. Simayini chuqum ishlat. Bu Sunchuan Jugulyanlar Simayini malakadan taqabul turolmaydi, lekin chuqum ehtiyot qil, qattiq cheklabdi buni dedi. Va savib o'lib turgan vaqtda balsiq dedi bu. Endi Liu Bei qarab baqayli. Liu Beining qudratli qo'shini bormi? Bor. Endi buning harbiy mushaviri bormi? Pang Tong bilan Fang Zhong bu haqiqiy mushaviri, buning haqiqiy harbiy mushaviri. Shular bu ikkisi birlikda buning Hanjong diyorini elib, buningki xonligining asosini mustahkamlaydi, shunami? Endi davlat ishlarini boshqaruvchi vazir bormi? Bor. Kim u? Jugulyan haqiqatan qobiliyatli davlat ishlarini, xalqni beyitish, lashkar bu jihatda buning qo'l qo'ymay amal yo'q. Biroq
Keyingi kunlarda bu Pangtonglar ölüp ketdi. Şunun bilan bu endi harbiy mushavirlikning o'zisi kelib ish kishini tanqid biroq endi Zhugeliangning haddidan ziyoda ehtiyotchanligi, haddidan ziyoda inchikiligi anilqi Changpojongda qo'yilib mushta bo'lganligi uchun keyingi masalan tavakkul qilish tegishli janglardan tavakkul qilmay degandek Simoyidek bo'lgan nurg'un janglarda oxirgi yanıla g'alaba qilolmay umr yetishmay o'lib ketdi. Endi Liu Beining qo'lida harbiy qo'mondan bormi? Guayu, Zhang Fei, Zhao Zilong, bularning hammasi bilimiz dangliq sarkardalar, yekmek elishadigan Batur Sang'ullar ko'z yummaymiz, lekin bularning hech qaysida harbiy qo'mondonlikdek iqtidor yo'q. Bularning ichida faqat shu Liu Bei o'zi harbiy qo'mondon. Shunga har qatimliq jangga o'zi qo'shin tortib bordi. Şuna 62 yaş vaqtida bu 3 inisining qisosini deb qisos o'ti ko'zni itib ag'ashqa o'zining balasidek bir kishi Lu Shunning qo'lida qattiq yengilib 70 tuman lashkarni yo'qotib yenib keldi. Shuna bu yerda Liu Bei mo jonni birlik keltirolmay qahramon otlanmadi. Endi Sunchuan kelsak, Sunchuanning harbiy qo'mondoni bormi? Ras bormaning mana. Zhou Yu, shundaymi? Zhou Yu chiqdi, Chibiursi dahshatli g'alaba qildi. Zhou Yu o'lib ketdi. Kim o? Lu Su. Lu Su o'lib ketdi. Kim o? Lu Meng. Lu Meng o'lib ketdi. Kim o? Lu Shun. Rasmiy ma'noda endi qo'mondan degan ajoyib ko'p chiqdi. Nayt hammasi bir iqtidorliq, donishmand, katta. Shundaymi? Shunga bu Sunchuanning bir umr o'zining qo'shin tortib jang qilishining qilchi o'rni yo'q. Bunun qo'lasida shunday dangliq katta sarkardalar nima harbiy qo'mondonlar bo'lganligi uchun shunga o'z lashkar tortib yurmaydi. Endi buning davlat ishlar boshqaruvchisi bormi? Ba Zhangzhou. Zhangzhou degan 8 dan 3 yoshga kirdi. Ichki ishlarda Zhangzhoudan so'raymiz, tashqi ishlarda Zhou Yudan so'raymiz. Shundaymi? Bu Zhangzhou'mi noyat aqlli Zhangzhou qatorliqlar bir talay odamlar bor buning. Endi harbiy mushavir bormi? Harbiy mushavir bu ba. Kim o? Zhuge Jin. Zhuge Jin iliq Zhugeliangning aksi başı Sunchuanning qo'shinida birdan-bir harbiy mushavir. Endi buningki bu yerdagi istidotidan epetqa vaqtda Pangtong bu yerdagi Kongming yoki Simoylar bilan selishtirsak, o'zinglar bilasizlarmi bu selishtirmani. Buning yana birisi Sunchuanningki Batur sarkarda Sang'ullar bormi? Yo'q. Yo'q emas, lekin bular su jangida haqiqatan Batur tandassiz, lekin quruqlikda bu Sao Liu Beilar bilan tang turolmaydi. Shunga Guayu Zhang Feilar doim bu sharqning ko'zga ilmaslik sabab dal mushada. Şuna bu qarsak, bu ishbachalik hammasining hech qaysi bu yerda joni birlik keltiramagan. Hammasining piramidasining bir uchi kam. Hamda bu yerdagi bu piramidani bizning hozirgi zamondagi dangliq korxonchilarnikini tadqiq qilgan bilish mumkin. Mayli Alibaba, mayli Tongshun, mayli Alma, hammasida mushu andiz bor piramida andizi. Buni texnik tushunib baxmoqchi bo'lsanglar, do'yinda yoki boshqa narsa izlab material ko'rib baxsanglar, bu haqiqatan katta nazariya. Har qanday bir dangliq korxonchi, dangliq tanduylar chuqum qo'llanadigan nazariya.